Gapirmay turasizlar. Mana Cobalt avtomobilida puntan yopganda ayna reyli qo'yilyapti, oyna reyli bekilib qolgan, to'rala ayna edi. Cobalt avtomobil qo'yilyapti. Endi buni hamma Cobaltlari simlari har xil bo'lib bo'lyapti, shunga tushuncha berib qo'yamiz. Akrimada o'tirib qolmasin, bu reyli bilan qo'yiladi ularda. Mana sariqga minus kiradi. Keyin u miya reylechasiga sariq anaqasiga minus reyledan minus bo'ladi. Punta yopganda, yopirishni bosganda minus chiqarib berganda aynalar hammasi to'ralasi yopiladi. Shu ulanishlarni aytib o'tamiz. Mana bu yerda rangi har xil bo'lib bo'lyapti. Hamma mashinamizda, mana Cobaltlarda har xil chiqib bo'lyapti. O'rab qo'yamiz. Mana shu bitta pastani minus kiradi. Mana minus kirib turibdi. Mana shu topib olasizlar. Keyingisi mana zinnet o'ralgani bu eshikni ochganda mayda ochishni ezganinglarda ochiq blokirovka qilmasliklar ochsanglar mana minus chiqadi. Bu eshik knopka ketish BSMga eshik knopkalari simi xullas zamo'da o'zida bo'ladi Cobaltlarda. Bu ashinasi u ham ulanmaydi. Pastani minusi mana bu mana bilinib turibdi mana. Unga ham ulanmaysizlar. Yana bitta anaqa simi mana yana bitta simimiz mana ko'rinib turgan bo'lsa kontrolkamiz mana ochishimiz yo'qsa kontrolga yonadi, unisiga ham ulanmaymiz mana yopishda o'chadi mana. Mashina minus o'chadi mana. Bu yerda kontrolga o'chirib plyusga ulab olganmiz, birdan aytilgan mana shunda ochish simimiz mana bosganimizda minus chiqadi, u simga ham ulamaymiz mana. Mana minus chiqdi mana uladik. Endi yopish desamiz yo'qoladi bu minus mana. Mana kontrolga yonmayapti mana. Bu simga ham ulamaymiz, reylada mana. Ochganimizda mana chiqadi hozir. Mana ochganimizda chiqdi, yopganimizda yo'qoldi. Ochganimizda chiqdi. Yopganimizda yo'qoldi. Bu simga ulanmaydi mana. Mana shu 3 ta simga ulanmaydi. Relay mana ulanishi endi aytib o'taman mana. Bitta pastani minus bo'ladi. Bitta tog'ib oladigan simimiz, bitta eshik knopkasi bo'ladi, unga ham ulanmaydi. Mana ochganimizda bunda ham minus chiqadi, kontrolga o'chirib minusga tekis olsak, topishga osonroq bo'ladi mana. Ochganimizda minus chiqaradi, yopganimizda chiqarmaydi mana. Ya'ni yopsak chiqarmayapti, ochganimizda chiqaryapti mana. Yopganimizda unga ham ulamaymiz mana, bunga ham minus chiqaryapti. Endi ikkita mana ochdi yopdi simlarni oshib qoladi mana. Uchoviga ulamasakda mana pastdan minusga ulamasak, eshik knopkani simiga ulamasak, bilmasdan keyin mana ochganimizda mana minus chiqarganimizda simimizga ulamasak bo'ldi mana. Halola ikkita sim topiladi mana. Ochganimizda chiqdi minus, yopganimizda yo'qoldi. Bunga ham ulanmaydi mana. Uchovi simimiz ulamasak mana endi ikkita sim oshib qoladi, ikkovi simimiz ochdi yopdi simlar bo'ladi. Relayimiz 85 bilan 30 ni mana bir tomongini yo ochdi yo yopdiga 86sini mana shu ikkovidan bittasi ochdi yopdi. Agar almashib ochganimizda ayna bekilib qolsa, yopganimizga 10 ni almashtirib qo'yamiz. 85 bilan 30 bunga ulab qo'yamiz, buni 86 bunga ulab qo'yamiz. Uni almashtirib qo'yamiz. Hozir mana shu holat to'g'ri ulangan holati. Mana 85 bilan 30 mana bir tomonga ulaganmiz. Ochdi yopdi simlar mana shu ikkovi senter zamo'ydiki. 86sini mana shu bunga ulaganmiz. 87sidan minus bo'lib, mana ayna relayimizni sariq simiga mana chiqib ketyapti. Ayna yopganimizda aynalar bekiladi. Hozir ko'ramiz. Biz oynalarni ochib ko'ramiz, sinab ko'ramiz hozir. Mana mana shu holatda mana ular hech qanaqa diod qo'yilmaydi. Mana unisariyada qo'yilgan. 30 bilan 85 ni mana 10 ga ulaganmiz. Yo ochilish yo yopilishiga unisini 86sini mana yopilishini ulaganmiz. Mana 87 dan minus bo'lib chiqib ketadi mana. Sariq mana hozir qulf ashlaysangiz oynalar bekiladi. Qulf ashlaysangiz knopkasini mana boshladi ayna bekilishdi. Endi passajir bekilyapti mana. Endi nargisi bekildi, endi oxirgisi bekildi. Bo'ldi, shu bilan Cobalt avtomobilida akrimada o'tirmasligiga qo'yiladigan reylayimiz mana shunday ulanadi mana. Hamma Cobaltlarda simi har xil bo'lgan, topish osonroq bo'ladi. Mana shunday ulanadi. Qiynalmay ulasizlar mana. Shunday ulasanglar bo'ldi. Hech qancha ikkilanish bo'lmaydi. Shu bilan ayna reylayimiz ulanishi tugadi. Ulanishdan kelganini aytib o'tamiz. Bu simlarga uni osonroq bo'ldi, shu bilan tugadi.